O'g'lini ota to'g'risida gapirib turib yig'laganlarini ko'rib hayratlangan edim. Mana o'zim o'sha yoshlarga yaqinlab qoldim. Otani, onani yo'qotish dardi insonni umrining oxirigacha baribir ketmas ekan. Bir gap o'qidim. Agar uyga kirib kelsang-ku, otang xush kayfiyatda bo'lsa, kulib turgan bo'lsa, bilginki, bu sen tufayli. Uyga kirib kelsang, otangning xonasi ichkaridan berkitilgan bo'lsa,